Quyidagi tenglama berilgan. Shu tenglamani yechimlar soni nechta? Demak, boshladik. X ayrilgan 1 ning 4 darajasi minus x ning kvadrati qo'shilgan 2x ayrilgan 3 teng 0. X ayrilgan 1 ning 4 darajasi minus x kvadrat ayrilgan 2x qo'shilgan 1 ayrilgan 2 teng 0 ko'rinishida yozib olamiz. X ayrilgan 1 ning 4 darajasi minus x ayrilgan 1 ning kvadrati ayrilgan 2 teng 0 ko'rinishida bo'ladi. Bu ifodani t desak, bu ifodamiz t ning kvadrati bo'ladi. Natijada t ning kvadrati ayrilgan t ayrilgan 2 teng 0 ga. T1 minus 1 ga, T2 2 ga teng. X minus 1 ning kvadrati barobar minus 1 ga. Bu yerda yechim yo'q. X ayrilgan 1 ning kvadrati barobar 2 ga. X ayrilgan 1 teng bo'ladi plus minus ildizli 2 ga. X ni o'zi ya'ni 1 2 teng bo'ladi 1 plus minus ildizda 2 ga.